Xabarlar bor, yaqinda bir uy yonib ketgan edi. Shuni Instagramga qo'ygan edik. Xalqimiz juda ham ko'plab yordamlar qilishgan edi. Hammaligidan Alloh rozi bo'lsin. Yana bir bor bizga murojaatlar kelib tushdi. Bir nechta shulardan biri bir ayoli onaxonimizni buyraklari ishlamay qolgan ekan. Ularga juda ham moliyaviy yordam zarur ekan. Buyraklarini ko'chirib o'tkazishgan, lekin amaliyot oxirigacha yakunlanmagan. Tashxisda buyrak ko'chirish tashxisini qo'yildi. Mana shu kichik o'g'limizda buyrakni ko'chirib o'tkazish amaliyotini bizga tavsiya qilishdi. Sizlardan iltimos, hurmatli vatandoshlar, har kim o'zini nimasiga qarab moddiy mablag' tomonidan 5 mingmi, 10 mingmi sizlardan iltimosimiz mana shu kenayimizga bir yordam qilsak. Iltimos, shu videoni maksimal tarqatib, ko'proq odam ko'rishi uchun sababchi bo'lsangiz, siz ham ehson qilganlar qatorida bo'lasiz inshaalloh. Yana bir oilani, bir a'zosini saqlab qolishga o'z hissangizni qo'shasiz degan umiddaman.